Endi bari kimda imkoniyati bo'lsa, uka boqishlarlik qilamiz. Hozir foydani biz eng oxirgi haligi yaxshi birinchi sharoitda boqib, foyda qilolmadim degan akalarga 200 mingdan yaxshilab boqsa 500 mingdan foyda qiladi bitta qo'y oyog'i. Aka sir bo'lmasa necha yoshdasiz? 26 yoshdamiz. O'ylansangiz umr o'taveradi. 5 taga pul bormi, 2 tagami, bitta gami. Assalomu alaykum Faxriddin Uz kanalining obunachilari, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, bugungi video syomkamizda uy sharoitida qo'chqor boqish haqida bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'rib, bitta-bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan To'xtavoy akamizni qo'y fermalariga keldik. Mana bu yerda boqilyapti turgan qo'ylar bor ekan. Bular qachondan beri boqilyapti? Olishda qanaqasida olish kerak? Necha oygacha boqish kerak? Qanaqa yemlar berish kerak? Shu haqida bilgan ma'lumotlarimizni akamizdan olib berishga harakat qilamiz. Bo'lmasa videoda oxirigacha ko'rib, chiroyli qilib kommentariyaga fikrlaringni yozib qoldirasizlar. Bugun hafta kuniga chorshanba 10-sentyabr. Juda ko'pchilik eski video deb o'ylayapti. 2025-yil. Bu yoqda akamizdan qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni olaveramiz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Bugun 10-sentyabr chorshanba kuni yangi video bo'ladi. Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha ma'lumotlar beramiz. Bilib bilmagan. Bu yerda boqyap turgan qo'ylaringizda Doxoldan 120 ta qo'yimiz bor. Xudo xolasa boqyap turgan, beryap turgan narsalarimizni o'rgatib, bilmaydigan akalarimiz uchun hozir maslahat berishga harakat qilib ko'ramiz. qo'ldan kelgancha berib boraverasiz. Xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr bo'ladi endi. Uzr so'rab qolamiz. Aka, bu yerda endi 120 ta qo'y boqilyapti deyapti. 120 ta dona. Bular endi qachondan beri boqilyapti? Barda bu yemga tashlaganimizga 2 oy bo'ldi. 2 oydan beri yem yeb turibdi qo'ylarimiz. Xudo xolasa sal jasad kichikroqdan tashlaganmiz. Bir effekt qanaqa bo'ladi bir boqib ko'raylikchi. Ilgari bir kishak boqardik, hozir qo'zi tashlaganmiz. Qaysi birda effekt yaxshi bo'ladi, shuni bilishmoqchi bo'lish uchun salalgina kichikroqdan tashlaganmiz. Demak, kattasidan emas, yosh kichikroqdan tashlangan ekan. Qaysi birda effekt qanaqa bo'ladi, shundan ozgina ko'ramiz endi. Joyimiz ham aka hech kimga xalaqit bermas ekan, dala joyda tashqarini ko'rsating, chekka joyda. Mana akalar, tashqari dala. Mana ko'rib turibsizlar. Qo'shni yo'q. O'zlariga mana bermaydi, Xudo xolasa xalaqit bermagan haliginda qo'yib boqyapmiz. Hech kimga xalaqit bermas ekan aka bu yerda. Endi joyimizda razmerlarni aytib o'tkasak juda chiroyli bo'lib tushgan ekan. Mana akalar, qurmoqchi bo'lganlarga maslahat. Quramiz ichi 4 metrda eniga. Ha, bunaqasi 6 metr. Bunaqasi 6 metr. Uzunasigachi devordan bu devorgacha. Bunaqasiga 14 metrmi chiqadi? 14 metr. 14 metr, ha. Chunki 6 metrdan 12 metr, bu yerda 2 metr yo'lagimiz bor, 14 metrda. Enigachi? Eniga mana 4 metr, 4 metr. O'rta ham 4 metr, 12 metr, kvadrat o'zi. Kvadrat. Qachga tushgan ekan haligini? Bu Qur'onni to'g'risi gap pulini hisoblamaganmiz, o'zimizdan chiqqan. Ustunlarni pul olib kelgan, qolgan hamma o'zimizdan chiqqan. Dehqonchilik ekan, bu qo'ramizmi? Ixchamgina qilib, sharoitga qarab qo'ra qilib olganmiz. Qishga, yozga moslab ketilgan. Hamma moslab, qishda derazalarni yopasiz, bo'ldi. Xudo xolasa issiq joy bo'ladi. Yo'lagimiz ham keng ekan bu yerda. Keng. Yemlarni mana bu yerga olib kelib qo'yilgan ekan, sulos. Lekin hamma narsani sotib olib beramiz. Diqqatimiz berdim, sulos mana olib tahlab qo'yganmiz, yemlari bor. Hamma narsamiz bor. Mana yemni tarkiblarini ko'rsatib qo'yaylik-a. Bo'lmasa yemni qanaqa yem beriladi, shuni ham hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. Janob qimmat narsa bermaymiz. Kepak, makka, yormas ekan-da buni. Shu aqshaq beramiz. Endi hali bo'lmasa bular qo'zi qo'yga baridan bosib berib bo'lmaydi, bular yengil. Kepak bilan sekin-sekin bir 4 oy bo'lgandan keyin makkaga o'tib, sirasi bosib yemni bosib beraveramiz. Xudo xolasa effektini ko'rsak, qaysi biri yaxshi bo'lsa shundan doim shundan boqamiz. Menimcha qo'zidan yaxshi bo'ladi barda. Chunki puli yengil kelgan, 2 oy oldin narxni hozir narxni ko'ring, hozir bu qo'y Xudo xolasa ancha foyda qiladi. 2 oy oldin bu qo'ylarimiz pashti hech qancha kelmagan bizga. Puli yengil edi. Hozir narxni ko'ryapsiz-ku. 2 oy oldin bular kichkina bo'lgan. Kichkina bo'lgan, puli ham o'ta yengil edi. Puli ham yengil bo'lgan. Ha, hozir Xudo xolasa endi Alloh barakasini bersa, Xudo xolasa zo'r hozir ham. Aka sir bo'lmasa qanchada olgansiz bularni 2 oy oldin? Eslaysizmi pulini? Barda hozir 2,5 pastda bo'lgan bu qo'y. Ha, 2 million 500 ming so'mda pastda bo'lgan. Pastda bo'lgan. Hozir bu qo'y pash 3 million ustida. 3 million ustida. 2 oy bo'lyapti. Hech qancha yegayapti. Qo'y yegan bo'lsa 200 mingdan ham yegay hali dona boshi. O'zi necha yildan beri shu sohani ichida yurasiz endi? Baridan bir 10 yildan yuramiz biz. Asli biz savdogarimiz, prosta orttirganmiz, tashaganmiz. Unaqa 10 yildan boqilmaydi. O'zi asli savdogarchilik qilamiz. Endi bir 2 yildan boqayapmiz. O'tgan yil shah boqqanmiz, endi bu yil qo'zi boqyapmiz. O'zi asli savdogarsiz. Asli savdogarimiz tanishadi ko'pchilik. Videoda ko'rgan akalarimizni tanishadi. Bir yil paprobar tashab ko'rdik.
Endi savdogar akalarimizda qo'y boqishi endi obunachilarga qiziqda. Endi hammani o'zini biz bir xil dehqon akalar balki bizdan sal ustunroq boqaru, просто faqat savdogarimiz bu yil ishqibozlikqa bir boqib ko'rdik. Ko'rishsin, Xudo xolasa hamma yo'lni o'rgatib ketaveramiz. Gap yo'q. Lekin 10 yildan beri shu sohani ichida yurasiz. Mana. Xo'p aka, endi birinchi qo'y olib boqmoqchi bo'lganlarga sizning maslahatingiz qanaqa qo'y olib boqishdi? Paridan qo'zi qo'ygan ma'qul, to'g'risi. Chunki birinchi akalarchi mana 4 milliondan qo'y olsangiz 10 tasi 40 million bo'ladi. Undan 2 millionda 20 ta olsin. Uzoqroq boqishadi. Uzoqroq boqishadi, tuyog'ida ish ketdi. Qo'zi sonida emas, tuyog'ida ish ketdi, sonini ko'paytirsa, ba'zi o'sha foyda. Bitta qo'ydan, katta qo'ydan 500 ming qiladi, kichkina qo'ydan 500 ming qiladi. Chunki 20 ta qo'ydan 10 million qiladi. Katta qo'ydan 10 ta boqsa 5 million qiladi. Qancha tuyog'ini ko'p boqsa, shunday foyda qilaveradi. Shuning uchun hali katta kishiyagidan emas, faqat maydaroqdan boqish olsa, tuyog'ida yaxshi foyda qilaveradi, soniga qarab. Soniga qarab? Ha, bizda mana katta qo'y olsa ham bo'laveradi, просто sonida ko'p foyda bo'ladi, shuning uchun maydaroq qo'y olganmiz. Oyiga qanchadan daromad qiladi? Oldin boqqanlaringizdan. Oldin endi uni sir bo'lib qo'ya qolsin. Arziydi, Xudo xolasa kim boqsa ham arziydi. Kattami, kichkinami? Ha, arziydi, Xudo xolasa boqqanga yarasha arziydi, soniga qarab. Chiroyli boqsa, oyiga bir 20 milliondan qoldiraveradi, 5 oy boqsa. 100 ta qo'y boqsa, oyiga 20 milliondan tuvib beraveradi 100 tasi. Oxir bir to'plab sotsa. Eng kami bu. Kami, xotirjam, просто ozgina vaqt kerak. U yerga 1 oy oldin, 1 oy keyinda 1 oy boqsa, olib chiqib 20 million foyda emas, 5-6 oy boqishadi, keyin foyda qilishadi. 1 oyda qo'y foyda qilmaydi. Demak, yangi olib boqmoqchi bo'lganlarga qo'zi olib boqishni maslahat beraverasiz. Qo'zi, ha, soniga ish qilsin, soniga. Soni qancha ko'p bo'lsa, uzoqroq yetkazasangiz. Bitta qo'yda boqib, ikkita qo'yda boqib. Shunday, ha, hammaning endi imkoniyatiga qarabda, endi bir xil akalarimiz katta qo'y boqqanmiz. Endi biz masalan aytyapman, 4 millionga bitta qo'y olganda, ikkita qo'y olsa, o'sha qo'y 500 mingdan foyda qilsa 1 million qiladi. Bitta qo'y 500 ming foyda qiladi. Aka, sir bo'lmasa necha yoshdasiz? 26 yoshdamiz. 26 yoshda. 26 yoshda beyda tashqarilarda ham qo'yimiz bor, parda agar tashqarida navis qilib boqyapmiz, tashqarida ham qo'ylar bor. Tashqarida ham yaylovda aylanib yuraver ekan-da qo'ylar. Xotirjam yurib yegan qo'y yaxshi bo'ladi. To'g'risiga, balki bilgan akalarimiz kommentar yozib qo'yishadi, qo'y yurib yesa yaxshi o'zgaradi, bo'yi ham tez o'sadi. Masalan, qo'zi qo'ydi iloji boricha yurib yegizish kerak. Va qo'radashingiz yaxshilikdan ishini yengib solsangiz, qo'y qotib qoladi, kishinab qoladi. Shuning uchun qo'zi qo'ydi haydab aylanib kelgandan yem bersa, qo'y yaxshi o'zgaraveradi. Buni endi qanday qiyinchilik taraflari bor bu qo'y boqishda? Qiyinchilik shu, imkoniyat bo'lsa yem hashagini olib kelib boqsa, moldan ko'ra men shuni oson tutaman, to'g'risiga. Osonroq, ha, buni. Yoshroq odam ham qaraveradi, to'g'risiga. Alohida bir kishi katta odamlar bo'lishyapti, tagini tozalanmaydi. Yoshroq bola ham qaraveramda, rejimini o'rgatib qo'ysa, qarashaveradi. Lekin mana bu yerga sharoitlari qilib ketilgan. Sharoit. Endi ag'ir motor mana tushadi hammasi. Hammasi. Demak, suvi yangilanib turilar ekan-da bu yerda. Yangilanib, ha, olib tashlab endi paqirlab, olib kelib quyilmas ekan. Endi bizda sharoit bor qilingan. Sharoitimiz yo'q akalarcha paqirda qo'ysa ham bo'laveradi haligi. Faqat shunaqa qilish shart emas. Sharoitga qarab, Xudo xolasa, chiroyli qilib orzu-havas qilsa boqishaveradi. Demak, boqishni maslahat beraverasiz-a? Qo'yni boqish kerak. Uni payg'ambarlarimiz boqqan, endi kimga qanaqa bilmayman. Moldan ko'ra, paridan qo'yda haligi baraka kuchli deb o'ylaymiz. Chunki biz qo'y ishi bilan yuramiz, endi kimga qanaqa bilmadim. Kimdir moldan yaxshi, biz masalan bizga qo'y yaxshi. Ham kamroq edi, ham yaxshi effekti zo'r bo'ladi, to'g'risi gap. Bitta mol puliga 10 ta qo'y beradi-da. Bitta molni puliga 10 ta qo'y beradi. Xudo xolasa, uni 1 yilmi, 6 oymi boqsa, ha, molni 1 yil boqsa, buni 6 oyda ekbat aylantirilaveradi. Moldan yaxshi qoladi, lekin. Qo'yda effekti moldan yaxshi. Shu boqsin, tavsiya beramiz, Xudo xolasa maza qilishadi. Aka, birinchi nechtadan boshlagansiz? Parda biz 10 tadan boshlaganmiz. 10 dolani, endi imkoniyatimiz 10 taga bo'lgan, 10 tadan boshlaganmiz, savdogarchilik qilamiz. Xudo xolasa shu darajaga yetib keldik. Qo'ydi boqayapmiz-da. Buni endi dori-ko'llari bo'layapti turgandir, necha kunda bo'lyapti? Har 15-20 kunda o'zining vitamin degan dorisi bor, ukol dorisi bor. Shuni berishadi. Tuz, mana o'g'rida tuzlar turibdi. Tuzlari bor ekan-a buni. Tuzlari hamma yo'g'ini berishadi. Ekmahal yaxshi qilishsa bo'ldi. Bitta suv tursa bo'ldi. Ekmahal kechib ketdi. Hozir bu qo'ylarimiz Makka bilan Kepasi aralashgani har bittasi
bittadan kasaga to'g'ri kelyapti. Bir kasadan yeydi har bittasi. Makkani yormasi, Makkani kepak aralash, aqshaq. aqshaq aralashtirib beramiz. Просто 4 oygacha yengil yem berib turamiz. O'zini xo'ttiga semirib turadi. 4 oydan keyin bosib beriladi. 4 oydan keyin to'rt oygacha yengil berib turiladi. Bu kishini etdi bo'lmaydi. Undan keyin gazini bosib beraveramiz. Gap yo'q. Demak, hech qanchada emas ekanda. Rasvoti qanday bo'lyapti? Hech rasvotini hisoblaganmisiz? Yo'q, rasvotini hisoblaymiz. Olib kelamiz, beramiz. Boshqa olingan pulimizni hisoblaymiz, olamiz. Rasvotini hisoblamaymiz. Semirgandan keyin sotamiz bo'ldi. Rasvotini joy hisoblamaymiz. Endi bari kimda imkoniyati bo'lsa, uka boqishtalik qilamiz. Hozir foydani biz eng oxirgi haligi yaxshi birinchi sharoitda boqib, foyda qilolmasdan qilolman degan akalarga 200 mingdan yaxshilab boqsa 500 mingdan foyda qiladi bitta qo'y oyog'i. Yaxshilab yemini bersa, Rossiyada akalarimizga qancha imkoniyatlar bittagami, ikkitagami olib boqsa foyda qiladi do'xtir. Shuni maslahatini beramiz. Iloji boricha kimda imkoniyati bo'lsa, qo'yni olib boqish kerak. Qo'ydan baraka, maza qilishadi, ham yaxshi pul yig'iladi. Moldan ko'ra, hali nimasi bo'lar, uyda ayol kishi ham qaroratda qo'ydi, pardali bir erkak kishi bo'lish shart emas. Qo'y aybesangiz, ayol kishi bu yo'lakda ham yurib, qarab qo'yadi, molni tagini tozalash kerak, boshqa qilish kerak. Qo'ydi bo'lsa, ayol kishi ham qaraveradi, rejimni o'rgatib qo'ysangiz bo'ldi. Xudo xolasa effekt zo'r bo'ladi, qo'ydan foyda zo'r. Sekin-sekin, asta-asta 1-5 ta bo'lsa sotib 10 ta qilishadi. Asta-asta bilan shotini ham tevasi sira chiqib bo'lmaydi-yu. Yildan-yilga iloji boricha shunaqa qilib, akalarimiz orzu havas qilishganimizda yetishadi. Qo'yni boqish kerak, foydasi zo'r bo'ladi. Iloji boricha yashrab qo'y boqsin, katta qo'y olishmasin. Tuyog'i ish qilsa, tuyog'ida ish ketdi. O'zi necha oygacha boqiladi bu yerda? Endi paridan bu qo'yimiz o'zi asli qo'chqor bo'lsa 1 yil boqiladi paridan. So'g'liq qo'y 3 oyda yetiladi. To'g'risi gapda. Qo'chqor boqsa, kishah boqsa 5 oy boqishadi, qo'zi boqsa 1 yil boqishadi. So'g'liq qo'y boqishaman desa 3 oyda so'g'liq qo'y yetiladi. Qisir, ha? Ha, qisir qo'yimiz 3 oyda, chunki unda nima bo'ladi? Yemni bayoy beraverasiz, oshqozon ko'taraveradi. Bu qo'ylarda endi yemni bayoy bersangiz bu qo'y bo'katda. Sekin rejim bilan berasiz. Nari qo'ylarga, qisir qo'ylarga bosib berasiz, yaxshi o'zgaraveradi. 3 oyda 90 kunda yetiladi. Qisir qo'yimiz. Bu qo'zilarni 1 yil yetalaymiz, xudo xolasa. 1 yildan keyin hozir 2 million, 2,5 million olingan bo'lsa ham, xudo xolasa niyat bir 10 milliondan sotish. To'yga haydaydigan. To'yga haydaydigan qilib, sekin chiroyli ichidan zotqa chiqadigan zotqa beramiz, qolganini qassobmi, to'yga beradigan akalar uchun 10 milliondan bo'lsa 7,5 millionmi? Xudo xolasa effekt yaxshi, sonida ish ketdi. Iloji boricha qo'y sonida ish qilsin. Demak, shunda 1 yil boqsangiz ham o'zi foydasi ham 500 ming, 600 ming, 1 millionga qarab ketib qolganda, endi holatiga qarab, holatiga qarab. Endi 1 yil boqsangiz, Xudoyim hammasi joni sog' qilib tursa, 7,5 milliondan qolganda ham qancha qoladi 100 tasidan? Ancha pul qolib ketadi. Prosto vaqt kerak. Yaxshilab mehr bilan qarasa, foyda effekt zo'r bo'laveradi. Demak, yoshin tavakkal. Tavakkal. Bu Xudoga hech kim paridan oldindan bir hali qilib hamma narsa tavakkal. Chunki boshlolmay turgan akalarimizga maslahat berish kerak bo'lsa, paridan qilish kerak. Faqat qilish kerak. Bu o'ylansangiz umr o'taveradi. 5 taga pul bormi, 2 tagami, bittagami? Hozir ko'ryapsiz zamon. Dastlabki Rossiyada akalarimizga menga olib borib bersa, o'zlari Rossiyada bo'lsa ham savdogar akalarimiz o'zimiz ham olib borib beryapmiz. Uyda boqishaveradi. Bittagami, ikkitagami imkon boricha qo'rani to'ldiraverish kerak. Xudo xolasa maza qilishadi. boqaverish kerak. Boqaverish kerak. Yoshmi, kattami kim bo'lsa ham boqsa foyda topishaveradi. Gap yo'q. Xo'p aka. Endi qo'ldan kelgancha maslahatlarni berdingiz. Endi bugungi video syomkalarimizga shularmi? Shular 120 ta qo'yimizda, Xudo xolasa bilmagan savollarimizni bo'lsa kommentariyaga kommentariy yozsa, tag yozib o'rgatib qo'yamiz. Hali bilib, bo'lsa bular boqish sirini endi birinchi marta chiqarishimiz, kimda kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr. Ammo qo'yni olib boqish hali maslahat bo'lsa, internetda nomeringiz bor, telefon qilishaveramiz, maslahat beraveramiz. Gap yo'q aka, rahmat sizga ham shunchalik vaqtingizni ajratib gapirib berganingiz uchun. Akalar bitta-bittadan like bosib, savollaring bo'lsa kommentariyaga chiroyli qilib yozib ketasizlar. Shunchaki yaxshi niyat qilib ko'rasizlar akalar mana. Mana shunday shaklda 120 ta qo'y boqilar ekan mana. Puli arzonida olingan ekan, buni endi uzoqroq boqiladi. Haligi qo'yda g'arib, alingda qasa qaramasga, qo'yni yeb ichishi bo'lib tursa bo'ldi. Kasalmas bo'lsa, sifat keltirib olish yemdi. Oriq qo'ydan olib keling, ko'zga ko'rinmaydi, yemni bersangiz, yemni bersangiz, qo'y sifatlashib boraveradi. Gap yo'q aka. Endi bundanda kengaytirish niyat bormi yanada? Xudo xolasa endi yildan yil mashq qo'yimizdan aytyapman, 1 yil boqsa, keyingi yilga Xudo xolasa
200 ta ketamiz, 300 ta ketamiz, yana qo'yib tashlaymiz. Faqat o'ziga o'zi yopaveramiz. Boshqa yala qilmaymiz. O'zidan ortgan foydaga qo'shib boraveramiz. 20 taga qo'shiladimi, 30 taga qo'shiladimi, chiqqan foydaning sonini ko'paytirib boraveramiz. Xudo xolasa like-ni bosib, obuna bo'lib, kommentariyaga yaxshi niyatda yozish olsin. Iloji boricha qo'ldan kelganicha biz foydali narsalar chiqarib boraveramiz. Gap yo'q. Akalar, keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.